Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston. Assalomu alaykum qadrli do'stlar, o'zbek futboliga ixlosmand bo'lgan barchaga biz eng tezkor yangiliklarni yetkazishda davom etamiz. Mabodo kanalimizga obuna bo'lmagan bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosgan holda obuna bo'ling va eng qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Kecha Istiqlol markaziy stadionda Vodiy derbisi bo'lib o'tdi. Farg'ona markaziy stadionda ajoyib atmosfera hukmronlik qildi. Bir tomondan namanganlik muxlislarni ajoyib qo'llab-quvvatlashi, ikkinchi tomondan esa mezbon farg'onalik muxlislarni. Uchrashuv ham shunga yarasha dahshatli o'tdi. Dastlab uchrashuvning 30-daqiqasida Azimjon Ahmedov Neftchi darvozasiga mana shunday super gol urdi. O'yinning ikkinchi bo'limning 48-daqiqasida Bilolxon Toshmirzayev hisobni tenglashtirdi. Goldan so'ng 1 daqiqa o'tar o'tmas Navbahor vakili Ruslan Jiyanov gol urib lochinlarni yana oldinga olib chiqdi. Navbahor o'yin davomida ustunlikni saqlashga harakat qildi, lekin barchasi 63-daqiqaga kelib qo'ldan chiqib ketdi. Neftchi klubining serbiyalik legioner futbolchisi Zoran Marushich o'yinning 63-daqiqasiga kelib hisobni tenglashtirdi. Neftchi esa o'yin tizginini sekin-asta qo'lga olishni boshladi va 72-daqiqaga kelib yana o'sha Marushich ajoyib zarbasi bilan chiroy borasida Azim Ahmedovdan qolishmaydigan golga mualliflik qildi. Shu tariqa Farg'onaning Neftchi klubi o'z uyida Namanganning Navbahor jamoasini mag'lubiyatga uchratib, Superligadagi birinchi g'alabasini tantana qildi. Qadrli farg'onaliklar, hozirgina Vodiy derbisi o'z nihoyasiga yetdi va Neftchi jamoasi 3-2 hisobida Navbahor ustidan g'alabaga erishdi. Istiqlol stadionida esa muhit juda ham ajoyib, ta'riflashga til ojiz va sizlarga g'alaba quvonchini taqdim etamiz. Hozirda bizda mana shular eng tezkor va qaynoq yangiliklarni biz bilan birga kuzatib boring. Zarba! Gol! Futbol O'zbekiston.